Hadi. Büyük işler devam ettiririz. Beigetragen haben, dass das Nahrungsfest heute stattfinden kann. Yıldızlı keçede tolup ifade Kuygan yüreğimden tahtını alayım O'z qo'llarimiz bilan vatandoshlarga shashlik pishirib beryapmiz efendim. O'zbeklar yig'ilsa borib, go'sht ham pishiradi, osh ham qiladi hammasi. Ben osh qilib beryapmiz deyolmaymizmi, lekin akamdan o'rganyapmiz. Lekin akam oshlardan yoryapti lekin ko'rsatinglar ekan. Men shogirdlikka tushdim men. Hop, qadrdonlar haqida yaxshi kayfiyat. Mana biz hozir Germaniyaning Köln shahridagi konsertimizga yo'l oldik. Bugün bana içki işler vazirliği katıldı. Aufzubringen ist, dass es nicht einfach ist, das wissen wir. Und ich möchte. Musofirlar nomidan assalomu alaykum deymiz. Bugun Germaniyada mana elimizni tanib borayotgan va haqiqatda talant inson bilan ko'rishib turibmiz. Bugun qo'shiqlarni eshitib maza qildik. Men shaxsan o'zim 3 marta, 2 marta rostdan yig'ladim. Uyalmayman, sababi bu ona haqidagi qo'shiq. Ona haqidagi qo'shiqlarni hamma ham ijro qila olmaydi. Haqiqatda onasini sevganlar ijro qiladi va bu qo'shiqlar qalblarga yetib boradi. Shohruxga maza qildik. Yana ham ko'p ko'rishamiz degan umiddaman. Keyingi konsertlaringizga omad. Mana sizlar mana xudo xolasa Berlindagi konsertlar ham tugatib oldik. Endi qayoqda Shohrux? Steinbach. Biz 20 yildan beri yuramiz, Buromatda biz chaqirib baliq yeng mehmon qilganlar yo'q. Vatandoshlarga hammaga salom. O'tkinchi dunyoning ortidan quvib dunyolar kezdimar ko'ksimga kirib bugun osmondan bir qadam qo'yib hali yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarni Самолет произвел посадку в международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова.